Optalmoskopi. Zamonaviy cho'ntak oftalmoskop letiq bilan. Optimal yoritish uchun konsentratsiyalangan, yorqin nur, ajoyib tasvir va haqiqiy ranglarni aks ettirish. Nur intensivligini kamaytirish uchun kulrang filtrli fokus yulduzi teshigi. Eng kichik o'lchamlarda a'lo darajadagi optika va ajoyib ranglarni aks ettirish, safarda yoki navbatchilik paytida mukammal. Meni 3000 tutqich tizimi bilan birlashtirilishi mumkin. Qora yoki ko'k rangda mavjud. Meni 3000 LED haqida qisqacha tushuntirib beraman. Ushbu mahsulot bosh qismi va tutqich qismidan iborat bo'lib, tutqich ichiga 2 dona batareya joylashtiriladi. Bosh qismida ko'rsatilgan 20 diopter qiymatini anglatadi va foydalanuvchi xohlagan fokusga moslab ko'rish maydonini 20 dan 20 gacha sozlashi mumkin. Meni 3000 LED ichki LED lampaga ega bo'lib, alohida lampani almashtirmasdan uzoq muddat davomida ishlatish imkonini beradi. Avvalgi galogen lampali modellarda har 2-3 yilda lampani almashtirish talab qilinardi, ammo ushbu mahsulotda lampasiz uzoq muddat barqaror ishlash imkoniyati mavjud bo'lib, texnik xizmat ko'rsatish osonlashadi. Meni 3000 LED ning orqa tomoniga qarasak, mahsulotda jami 5 turdagi linza nuqtalari mavjud. Ko'z yoki qorachiqni kuzatish maqsadiga qarab mos linzani tanlab ishlatish mumkin. Ishlatishni boshlash uchun avval quvvatni yoqish kerak. Kalitni pastga surish bilan quvvat ishlay boshlaydi. Asosiy ravishda ko'rsatilgan katta doira nuqtasi normal ko'zni kuzatishda ishlatiladigan linzadir. Linza biroz aylantirilsa, u kichik hemispotga o'tadi. Bu linza aksni kamaytirib, kichik qorachiqni aniqroq kuzatishga yordam beradi. Meni 3000 LED turli kuzatish funksiyalari uchun filtr va linzalarga ega. Qizil filtri, red free, ko'zning kapillyarlarini kuzatishda ishlatiladi. Ichidagi yulduz shaklidagi ko'zni fokuslash markeri esa strabismus tekshiruvida foydali bo'lib, ayniqsa bolalar tekshiruvlari uchun mos keladi. Shuningdek, kichik nuqta linza aksni kamaytirib, kichik qorachiqni aniqroq kuzatishga mo'ljallangan. Ushbu mahsulot oddiy tuzilishga ega bo'lsa-da, texnik xizmat ko'rsatish oson, LED lampasi bilan uzoq muddat ishlatiladi, chidamliligi yuqori va ishonchli. Kompakt o'lchami tufayli bir qo'l bilan ushlash oson bo'lib, ko'chma va qulay ishlatish imkonini beradi. Quvvat tugmasi 20 000 martadan ortiq ishlatilganda ham xavfsiz bo'lishi uchun ishlab chiqilgan, ergonomik dizaynli bo'lib, qo'lga yaxshi tushadi va bemorning ko'zini oson va aniq kuzatishga imkon beruvchi juda foydali uskuna hisoblanadi. Tomosha qilganingiz uchun tashakkur. Ushbu video YouTube'da ham mavjud. Medline Medical